Основной pul unda shunda shu trenerlikda. Ha, boshqa bizneslar ham, onlayn darslarim bor. Boshqa bizneslarim bor degansiz. Nima bizneslaringiz bor? Qancha pul? 750 ta odam onlayn darsimda o'tiradi degani 800 tagacha o'tiradi. Endi ko'paytiring, 600 mingni ko'paytiring, 750 ga o'rtacha $30,000 bir oyga. Har oyi bu o'qiydi. Da, eshitilishi zo'r, lekin mashaqqatini hisob kitob qilasiz. Offlaynda где-то har haftasiga menga 20 ta yangi shogird kirsa, bu yoq 150 ta bor. 15 ming. Mashina chiqazib yuborganlarim ertadan bir где-то 10 ming keladi. Undan tashqari mayda-chuyda biznes, uni hisobi yo'q, stabilniy emas. Bitta kelsa unaqa keladi, bitta kelsa bunaqa keladi, bitta bunaqa tushadi-yu, ketaveradi. Undan tashqari sizdan dieta, yo'nalish, dorini qanaqa ichish kerak, sportivni, unga ham pul to'lab olishadi. No, kelaveradi, sizdan bilim almashadi. No mashaqqat qarang, ertalab 7:30 da ishda bo'laman, soat 10:30 gacha tikka oyoqda turaman. Ahad Xudoyorov necha pul ishlaydilar oyiga? Garanti 40 ming deydi. 40 ming bor.